oxirgi paytda 4 xonali uyga talab kuchayib ketdi. Shu uchun izlanib, qidirib, sizlar uchun narxi arzon bo'lgan bitta 4 xonali uy topdik. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Ali kanaliga kuzatib borayotganlar. Toshkent shahar Yashnobod tumani hamma biladigan o'sha Olmos mahallida yana Voyeniy garajga kelganmiz. 16 etajdan 11-etajdan 4 xona 115 kvadrat metr remontlar bilan birga uy topib qo'ydik. Narxi bizning kanalda har doimgidek arzon. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Kirib kelaverdik Fayzli xonadan. Hurmatli obunachilar, prixojkan kattaligi Fayzligini aytib turibdi. Remontlardan bilan mamta prixojni mebellari, stroyni shkaflari qilib qo'yilgan. O'tirish o'ng qo'lda katta zalimizda joylashgan. Zalimizdan tashqariga qaragan narojni balkonim bor. Bu yoqda esa bitta alohida spalnya uchun joylab qoldirilgan mebellarni ko'rib turibsizlar. Agar uyimizdan egasini sodalashtirilgan mebellar uyda qoladi. O'tirish bu yoqda alohida bolalar xonasi, remontlarni ko'rib turibsizlar tozalagini. Bu yoqda raditskani kattalar uchun bitta spalnyamiz joylashtirilgan. Bu yoqda ham narojni balkonlarimiz bor. Ikkita balkoni bor. 11-etajda joylashgan 115 kvadrat metr remontlari qilib qo'yilgan. Hurmatli obunachilar, Yashnobod tumani Olmos mahallada 4 xonali uylarning soni kam. Bu yoqda esa ayollarning sevimli xonasi, kuxnyamizda joylashtirilgan. Duv-konturli kotyol, issiq tizim issiqdan muammo bo'lmaydi. Sanuzlar, razdelni, dapatal kafelari qilib qo'yilgan. Narxiga keladigan narxi Realtor Ali kanalida 56.500 boshlang'ich to'lov qilib, bankda 32 ming dollar kreditini oylik to'lovi 5 milliondan davom ettirib ketsanglar bo'ladi. Bunaqa variantlar faqat bizning kanalda bo'ladi. Narxi arzon bo'lsa like, podpiska esdan chiqmasin. Bundan da arzon variantlar Telegram kanalida.